barcha olamlarni boshqarib tarbiya qiluvchi Alloh taologa bergan hamd sanolar bo'lsin. Uning muhtaram Habib Mustafoga, oila a'zolariga, barcha do'stlarga salomlar bo'lsin. Amin. Ya Rab, fazilat, fazilat, mahmud manzil, qiyomatdan yaqin uchun. Tanizlarni sog' bo'lsin, xonalarni omon bo'lsin. Qo'sha qari, farzand nabilar rohat shamolni ko'rsin. Sizlarga insonlarni tarbiyalab qo'ygan yetkazgan ota-onalarga mingdan rahmatlar bo'lsin. Amin. Hammalaring ulug' yoshlar, el yurt, mahalla, ko'yda fayzu barakasi duoyi bo'lsin. Alloh hamisha bardavom qilsin. Ey yaratgan egam, ushbu xolis duolarimni dargohingda qabul qilib, ijobatni albatta o'zingga rozi bo'ling. Bir rahmatga amin. Alloh. Dada, yurish bola aytyapti.